Nima qilib turibsiz? Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Gapiring. Boya doktorga borgandim. Ha. Mana dorilarni yozib berdi. Bola rivojlanish uchun kerak ekan. Gemoglobinim kamayib ketibdi. Voy, buncha. Doktorlaringiz aytaveradi. Hech qaysinisini olmaysiz ham, ichmaysiz ham. Mana men 4 ta bolani ham sog'lom qilib, o'zimni kuchim bilan tuqqanman. Keyin ortiqcha pulam yo'q bunga. Oyi, dori bolaga bo'lsa, menimcha dorini olib berish kerak. To'g'rimi? Akangga ayt. Apteka o'rtoqlari ko'p-ku. Shuni rasm tashlab olgan, olib kelib beradi akang. Ha? Ana. Xo'p bo'ladi. Hey, ertaga gapim bor. Norin tayyorlab qo'ying. Alo. Akajon. Alo, Sinem? Assalomu alaykum. Sinem yaxshimisan?